murojaat rosa ko'p. Navoz degan ayolga 9 so'm bo'ladi. Agar qilib bermasangiz, rasmlaringiz hammasi ko'radi. Kimsiz nima? bu yerda Moskvada Dilya Dilnavoz. Bir hafta opa, bir hafta muddat sizga bir Assalomu alaykum hammaga. Ofisga ketyapman. Bir opamiz murojaat qilgandi kecha. Murojaat rosa ko'p. Opamiz ko'rishaylik deb ofisga kelib turdilar. Hozir mana ofisga ketyapman. Ana ba'zanni eshitib turib, xohlasa YouTube'ga chiqaramiz. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bizning ofisimizga mana opamiz keldilar murojaat bilan. Hozir o'zlari hamma narsani aytib beradilar. Opa aytib bering o'sha nima Dilnavoz opa haqida nima bo'lganligini. Men Murodova borman. Moskvada babushka qarab ish qilaman. O'zimizdan O'zbekistonlik Navoiydan Dilnavoz degan ayolga bu yerda Moskvada Dilya deb chaqirishadi. Kelgan vaqtlariga O'zbekistonga borib keldi. Kelgandan keyin endi pulim yo'q, ish qilishim uchun, dokument qilishim uchun deb turib iltimos qilgani uchun pul berdim. 60 ming so'm pulimni olib qochib yuribdi. Pulimni bersam, telefonlarimni cho'rni spiskaga qo'ygan. Bekinib qochib yuribdi. 6 oy vaqt o'tdi mana oradan. Meni ham 4-5 ta bolalarim bor. O'shanga iltimos qilib mana shu yerga keldim mana. Obunachilar, bu opamizni pullarini olib, opamizni 4 ta 5 ta nechta bolangiz bor opa? 9 ta bola bor aslida. 9 ta bolalari bor. Bu opamizni pul olib, qarz olib, u qarz olgan odam nima ayol Bekbayeva Dilnavoz. Dilnavoz. Bekbayeva Dilnavoz. Mana yerda hamma danilari bor. Bilet sotib olib bergan opa. Hamma danilari bor, rasmlari bor, hamma narsasi bor. Mana shu videoni maksimalni tarqatib qo'yasizlar. O'sha Bekbayeva Dilnavoz opamiz ko'rgan vaqtlarida mana sizlarga bir hafta opa, bir hafta muddat sizga, bir haftaning ichida mana shu qiynalib yurgan mana sovuqda opamizni 60 ming pullarini qilib bersangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar qilib bermasangiz, rasmlaringiz hammasi mana shu nimaga YouTube'ga chiqadi, xalq ko'radi, kimsiz, nimasiz. Agar biron gapingiz bo'lsa, kelib gaplashmoqchi bo'lsangiz, yo birovni olib keltirmoqchi bo'lsangiz, mana bizda adres ofisimiz bor, telefon nomerlar bor. Kelinglar, gaplashamiz. Biz shu nima deydi, haqiqat orqasida turamiz, xalq orqasida turamiz. O'shaning uchun mana nima deydi? Siz olgansiz 60 ming rubl, o'sha pulni bir haftaning ichida opaga qaytarasiz. Qaytarmasangiz opa, yo biz sizni izlashni boshlaymiz, yo rasmlaringiz chiqadi, xalq biladi sizni nima deydi, odamlarni aldab yurganingizni. O'shaning uchun opa bir hafta muddat, men o'ylayman bir haftaning ichida opani o'zlariga yetib boradi bu videomiz. Videoni tarqatamiz maksimalni. Xudo xolasa qaytarib beriladi pulingiz opa. Agar qaytarib berilmasa, keyin o'sha adreslarni boshqasini biz topamiz. Nima deydi, militsiya degan narsalar bor, bu yerda politsiya bor, bizning mana nima deydi, posolstvo O'zbekistonniki bor. Hamma nima deydi, sizlar ko'chada qolmagansizlar orqalida nima deydi, o'zbek xalqi turibdi, yordam beradi. Kimdadir mana shunaqa vaziyatlarga tushgan bo'lsa, nomerlarni bilasizlar, iltimos yozinglar. Hammaga rahmat.